Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Avvalo boshidan aytib qo'yay, bugungi she'rim ham bitta maqol ustiga qurilgan va inshaalloh keyingi she'rimizda nima uchun mening she'rlarimda maqollar ko'p qo'llanishini tushuntirib berib o'taman. Marhamat, bugungi she'rimni boshlayman va shundan so'ng izoh berib o'taman. Sarlavhasi: qarisi bor uyning parisi bor. Hoji enam ziyorat etganda uy fayziga qilaman e'tibor. Ya'ni xuddi maqolda aytganday, qarisi bor uyning parisi bor. Bu uyda ulkan tarix yashirin. Yerlarda opog'imning izi bor. Siz ham borganda e'tibor bering. Qarisi bor uyning parisi bor. Mehmon kelmaydigan kun juda kam. Bir kelgan doim keladi takror. Eng yaxshi suhbatdosh hoji enam, qarisi bor uyning parisi bor. Bu uyda qarindoshlar jam bo'lib sumalak pishiramiz har bahor. Hoji enam turarlar duo qilib, qarisi bor uyning parisi bor. Alisher ulug'larni qadrla, hech ham dillariga berma ozor. Xizmatlarin qil, odobu sabrla, qarisi bor uyning parisi bor. She'rim shundan iborat edi. Bu she'rdan chiqarilayotgan xulosa, ya'ni moral qismi deymiz. Bu nima degani endi? Hamma tushungandek, albatta qariyalarni qadrlash kerak, ularni qadriga yetishimiz kerak. Tan jonlari sog' bo'lsin. Hoji enasini yaxshi ko'raman, tan joni sog' bo'lsin, umringiz sog' bo'lsin. Qolganlar ham imkon qadar vaqt borida hoji enalarini, ulug'larni ziyorat qilishsin, ularni ko'ngillarini olishsin. Rahmat, salomat bo'linglar.